Kimdaydi manga o'xshash qonqiy peshomay sirtga qizlar, mushunga o'xshash yuzimizning jongansini tishchi payzi govji pakiz ko'rsatib beradigan shuygonchi kirim qilsa qat'iy mos kelmaydi deb. Mana qizlar, sizga men sizlarga astoydil injiga holatda mushu xil shuygonchi kirimning tavsiya berishini aytgandim. Sizlar mushta shuygonchi kirim qilishni yoqtirdim. Mush yuz teramni bir xil payzi ko'rsatib beradigan govji ko'rsatib beradigan kirimdan yoqtirdim degan qizlar. Denizdan shulxan qilib o'g'ni shul qilmoqlar. Qizlar, kirimiz boshqa ketaylik. Kirimdan burun yana o'xshashlam qizlar metonlarimizni taqib olamiz. Anadagi ma bugungi kirimga qanday meton taqsanlar bo'lib berdi qizlar. Chunki o'zalarining yoqtirgan metonlarini taqsanlar bo'ldi. Eng avval mush metonlar ichida chiqqan mush ikkita narsa bilan metonlarimizni avvalmiz. Metonlarimizni mana ustiga qo'yib olgandan keyin tuzanlarni yo'g'ar ichib ichiga udul holatda selib mushina qala taqvasanlar bo'ldi. Bugun taqini bo'lib qolsa qizlar 4-5 jiljining metonsi, shun qarsanlar ayliqi uzanlarning metonsini mayza qaragan vaqtda yo'g'an holatda ko'rsatib beradi. Agar men qat'iy metonga chiqmaydim degan qizlar uzanlarning qarchig'ini ichi tarafga qartib agar metonlarni uzanlarning qarchig'ining yendiki axiyaga silib agar uzanlarning metonsini ancha-muncha metrdasanlar, shunchalik o'ngishli holatda meton taqib ketadingizlar. Metonlarimizni taqib qilib bo'lgandan keyin bugungi jonsenga qizlar mau yazilning bivo chinqasi bilan anadagi yazilning chinqa shansini ishlatamiz. Eng avval uzanlarning qo'lidagi mau chinqayi va yoki shuyu va yoki boshi pulu degan narsalarni berib olsanlar bo'ldi qizlar. Men biyo yeting shu chinqayi berishadi siz ish qilib uzanlar sotib qo'yadigan narsani berib olsanlar bo'ldi. Yüzanlarga suni berib o'z shisho qilib olgandan keyin andan keyin uzanlarning mushu tetishon va yoki chinqashon degan narsalarni berib olsanlar bo'ldi. Mana o'shash mayliq teridagi qizlar miqdorini ozroq holatda berib olsanlar bo'ldi. Andan keyin mushu qurg'oq teridagi oson kafi bo'lgan kepak o'ylaydigan qizlar miqdorini ko'proq holatda berib yaxshi holatda shisho qilinglar. O'zimizning yuzga suv, anadagi mushta teshon degan narsalarni berib bo'lgandan keyin bu ishlatgan findirimiz mau findiya qizlar. Anki findiya ishlatgan vaqtda uzanlarning fusosi bilan chabudu chiqadigan findiyalarni tasanlab bo'ldi. Jidolsan bin uzanlarning qo'lda va yoki mushunga o'xshash cho'tkada yuzimizga tekshirib berib olamiz. Degan vaqtlarni ichki tarafdan tez tarafga berib olsanlar bo'ldi. Anadagi nam bulut bulamdi va yoki mushu quruq bulut bulamdi findirimizni sondirib olamiz. Qaranglar shunday holatda berib olsanlar bo'ldi. O'zimizning findiyasini berib bo'lgandan keyin yuzimizning vaylonkosini mushunga o'xshash sho'rongmanda qizlar vaylonkosini sho'la qilib olamiz. Eng avval yuzlarning eng usti mushu chöngu, joygachu mayadan ichki tarafga qilib olsanlar bo'ldi. Men ishlatgan sho'rong borim qizlar mushu qitim yazilgan yig'dan chiqqan Ayzu markasidagi showroom fansi to'biya havyo. Anadagi biz ma'zur showroomda bavunda showroom yo'q Aisha. Yana o'xshashlar, mushunga o'xshash showroom shosini ilib, anki mana ustidan uzanlarning qishining ostidan asta holatda o'zimizning showroomimizning shaklini chizib chiqarib olamiz. Ichki tarafga ichdagi holatda sizimiz qizlar. Anadagi burnimizning uchidan bu yarqidan birini sizimiz. Agar o'tirdim, tuz holatda siqib olsak bo'ldi. Anadagi mushunga udul qilgan holatda qizlar. Mush ma o'xshash burni yo'g'on qizlar mush so'ng cho'q qo'mishib qolgan sho'ron qilish ustida ketsizlar. Bunday holatda qilib olamiz. Yana bir tarafdan o'xshash usulda. Akim mana o'xshash burnolarni ma ikki taraf yo'g'on qizlar. Yan tarafdan past tarafga qartib qizlar berib olsanlar bo'ldi. Anadagi qizlar mushunga o'xshash cho'tka va yoki bultonlarda uzanlarning bagan mavu va longoso bagan sho'ronni mushta cho'tkalab tashtirib yetib olamiz. Qurama yetgandan keyin mez bilan tushib fechanda. Ama astı tarafga yuran qilib olamiz. Vaylon ko'rimizni yuran qilib olgandan keyin bayatdan qo'y sho'ron shozda mush burnimizning sho'ronsini past tarafga yetib olamiz. Burnimizning dumsiz tarafga. Amal va qizlar cho'tkada yetadilar. Lekin yana o'xshashlab qizlar shu yazilgan ayzu markasidagi do'yonbanda mau do'yonband maxil rangli chiqadi qizlar. Qaranglar, chusi holatda chiqadi. Mana da ikki alimizga berib olamiz. Akim burnimizning uchi. Uzanlarning qo'lidagi mushtaralik yeti sayxon yoki ko'xon yasalan bo'ldi va yoki uzanlarning yoqtirgan to'xon rang yoqtiramsizlar va yoki suz to'xon rang yoqtiramsizlar uzanlarning yoqtirgan rangida basanlar bo'ldi qizlar. Kapağımızın üstü, asti. Anadagi qo'llarda bulut va yoki yana o'xshashlarni izchil masalalar kağıt qambarning o'xshash cho'tka bo'lib qolib qolsa, cho'tkamizni yetib olamiz. Yetgan vaqtda ichki tarafga emas, ust tarafga yetmiz qizlar.
üst tarafga yetimiz. İç tarafga yetsak bo'lmaydi. Anadan bag'rimizda yenchen yetaydi. Qopimizning rangini mu cho'tkalab olsak bo'ldi. Qarang qizlar. Tövbe chin to'valab tikildi. Anadan peshonamizni üst tarafga, ast taraflarga yetib olsak ham bo'ldi. Akin inkimiz yuran qilgan vaqtda mush ikki tarafga ham faoyasiz kichik kalatda yuran qilib olsak bo'ldi. Akin burnimizning ichi, akin quloqlarda va yoki kichik bo'lib qolib qolsa, burnimizning ichidagi sayhonni ichi tarafga yetib olsak bo'ldi. O'zinglarning qo'ldagi qish cho'tkasida qizlar qishimizni bir qitim cho'tkalab olamiz. Ustidagi maynochoqni azroq chiqarib olsak bo'ldi. Akin quloqlarga qish qalamda o'zinglarning masalan o'sha qishonlarning quyruqi yo'q qizlar, qishonlarning quyruqini chiqarib olamiz. Bugungi kirim qizlar naq o'shoylaqi findiy yeshuga finbing berishni yoqtirib ketmaydigan qizlar xuddi ishga tushdi. Anadagi ma'lumotlarga mega berishni yoqtirgan qizlar chenjungsi pek siyriq emas, normal holatdagi mushu ramega operatsiyalar bo'ldi. Men ramega bo'lsam qishimda shet qar ko'rsatib qo'ydim. Qaranglar ramega bo'lgandan bir xil ichkaridan shavgusi ramega bo'lsam o'zinglarning kirmi bilan jim holatda junxi ichi bo'lib, kirmagan tixim payz qilib beriladi. O'zinglarning paga yeti sayxunsi bilan farqlanib ketgan yengin masalan mana o'xshash ram, sus ram bo'lib qolsa, mushlarni ilib qopimizning ustiga bir qator berib olamiz. Anadan o'zimizning asti tarafni bir qatim shol qilib olamiz. Anadan masalan o'xshash mushu o'zining sho'ronsi ko'zining kirma bilan o'xshash qilishni yoqtiradigan qizlar mau sifan sho'ronlarning usti tarafiga azroq berib olsalar bo'ldi. Mushlarni agar o'xshash mavranda burnimizning uchiga azroq berib olamiz. Anadan mana o'xshash kichik inishga chiqqan shiji sho'b qilib qolsa, shiji sho'ni mau qiynoqroq rangni ilib quloqlarni azroq bir yo'nal qilib olgandan keyin quloqlarni o'zinglarning mushu o'tsansiz olgan ko'zlarni azroq shumib o'tlarimizni sizib olamiz qizlar. Bugungi mavgirimiz o'yinga chiqqan vaqtda, yoz vaqtida ko'ylaklarni bilan kiyib, anadan mush qalpoqlarni kiyib sirtlab o'yinga chiqqan vaqtda qilib olsanlar pek chiroyli chiqadi. Navbat o'tsarim bek qiynoq chiqmaydi deb qilib qolsanlar, mavran bag'u, qiynoqlardan azroq qilib ilib, quloqlarni azroq berayotgandan keyin anadan mushu o'tsanlarning o'ttirdan oq tarafga, anadan mush oldi taraflarga yo'nal qilib olsanlar bo'ldi. Anadan o'xshashlar mavrani ilib, sharjsiz yoqtirgan qizlar sharjimisiz bo'lamiz. Sharjsiz vaqtlarda o'zinglarning o'sti kirpining quyruq tarafdan osh inchga shoz bo'lib qolsa, oldi tarafga yo'nal qilib beramiz. Anadan asta chashan qilib olsak bo'ldi. Quloqlar mana o'xshash qizlar. Aqrani paqir qilib qolsa, qoplarni ustiga azroq berib olsanlar bo'ldi. Lekin o'tsarimizga mazroq berib olamiz. Sho'ra bilan aqran bag'u, aqranda o'zimizning siz bag'u o'tsansini teran qilib olamiz. Oldi tarafni. Oldi tarafdan oq tarafga azroq teran qilib olsanlar bo'ldi. Agar oldi tarafni azroq qalatda, masalan, favisini kichik qalatda teran qilib olamiz. Agar o'zinglarning kirpigini egib olamiz qizlar. Yalğan kirpik chaplashdan burun cho'qqum narxlarimizga berib olamiz. Asti kirpiklarni cho'qqum shozda shol qilib olamiz. Asti kirpigimizga shu yoki jo'n qilishni jimo. Bugungi kirimga ustiga kirpik chaplasak, asti taraf kirpik chaplasak bo'ldi. Bugun chaplaydigan yalğan kirpikimiz bo'lib qolsa, qizlar mau xil yalğan kirpik shu, masalan, xushiyani chiqargan yalğan kirpik. Avval oqil chaplaydiganni ilib, akin eng oqiga chaplaymiz qaranglar. Anadagi o'ziga yaqin holat qilib oldi tarafga qarab chaplab olsak bo'ldi. Hozir qaranglik yanshanbida eng avval ko'zimizning oldi tarafdan chaplab olgan yalğan kirpikimizni olib olamiz. Anadagi o'zimizning yanshansini bo'lgan uzun chiqqan yanshansiz olamiz. Quyruq tarafdan tushirib, aka üst taraf, ast tarafdan üst tarafga qilib shunda qalatli yanshanni siz olsak bo'ldi. Akima ustidagi to'ldirgan yerlardagi yanshanlarni to'ldirib olamiz. Mana qarang. Agar o'zinglarning qo'lidagi zo'ngsi ranglik yanshanbi bo'lib qolsa, o'zimizning yanjovsini chiqarib olamiz. Zo'ngsi ranglik yanshanbida o'zinglarning yanjovsini, agar o'zimizning mana bu sharjasini chashan qilib olsanglar, shunda payz chiqadi. Bayatimiz cho'tkisi qilib olgan sharjani yanshanbirimizda chashan qilib olamiz. Qaranglar, ko'paygan yanjong to'biy qolgan. Yanjog'imizning shunda qalatda bitirib olsak bo'ldi qizlar. Anadagi mavi sho'rban ichidagi mavranda burnimizning ichki tarafini ozroq chashan qilib olaylik. Chashan qilib vaqtlarda past tarafga
Burnumuzun dümdüz tarafı qarab yürən qılsanlar buldu. Yo'q o'xshashlar mushu sho'rva ichidagi aqranda burnimizning kuchini teran qila olamiz qizlar. Teran qilib qilmishib azroq ham teran qilsanlar bo'ldi. Anadagi burnimizning ust taraf. Aytmak ko'zimizning old tarafini azroq holatda teran qila olamiz. Akin o'zimizning ma'lum o'zimizning ost tarafini bu sho'rva ichidagi yog'onsada teran qilib olsanlar bo'ldi. Agar o'xshashlar qishimizning ost tarafini teran qila olamiz. Agar o'xshashlar mush a'limizdagi 7 sekundda qizlar bularning tushunishini qilib qo'yib qolsa, o'zimizning eg'izimni ko'rimiz qilib bera olamiz. Chunki ishlatganim to'yinban bo'lganligi uchun o'zlarning qalbiga qo'ysanlar bu yarashadi qizlar. O'zlarning qo'lga qolganda burnimizning uchiga azroq berib olamiz. Agar burnimizning usti, agar ko'zimizning oldiga azroq holat berib olsanlar bo'ladi. Anadikan qizlar yana bir tarafda o'zimizning qishning osti. Bitta o'sha ikki a'lolarning ustiga azroq berib olsanlar bo'ladi baqraqni. Qarama. Bunda yan tarafdan qarasangiz tashib peyiz sho'g'il chiqadi. Anadikan eng oxirida o'zlarning qo'ldagi dinjon pamu, o'sha shulgonji chiqarib beradi dinjon pamu qolsa jiraqda yuzimizga ichki ketim chechib olamiz, chechib anadikan quritib olsanlar bo'ladi. Shu bilan qizlar bugungi kirimiz oxirlashdi. Hozir men sizlarga shu fashion jo'chini chiqib beray. Uzoq bo'lib men shu fashion jo'chini chiqib berib baxmoqli sizlarga. 今天就把发型的教程也一起发吧。Mening chechim qarsanglar amaliyot mushtalim keldi, mushtagim keldi. Lekin mushtakasimi o'sha bo'ldi qizlar. Qo'llarda cho'qim ushaq pijer bilan anadikan o'sha simchaz bo'lish kerak. Avval chechimizni bir taraf qilib olaylik. Alki mana o'xshash tavaq bo'lib qolsa, qo'limizning o'ttirsidan shu qo'limizni udul qilgan holatda arvolamiz. Arib anadikan meystrek bir chas qisib turaylik. Agen o'xshash meystrepni osh tarafga o'xshash holatda arvolamiz. Arib anadikan meyagin bir chas qisib turaylik. Chechanlarning oldima o'xshash mushtaq ushloqcha chiqargan qizlar bugungi mushu kirim bu fashion jo'chini cho'qib o'ynaydi. Agen o'xshashdan taqimizda chechimizni oq tarafga taraymiz. Taraf aqamdagi choshdan tatib qolsa, jumanda bu jushi ma o'xshash chechi qisqa qizlar amaliyot mushta suyfaringlar bechiq chiqdi emas, lekin shi qizlar. Mush quloqlari ust tarafga eng ustiga qilib olamiz. Maqsadga suyfaring ochib ketkazib, sal turib o'ngshvasak bo'ldi. Mushta egiz qilib, anadagi boqishni bo'g'ib olamiz. Qur'on kimishdan chiqadi, anadagi maqsadagi mana o'xshash yerlarni qizlar. 这些位置就用ushta chazlari qisamiz. Agar machachalarning ostiga suyqab chiqib qolsa, o'sha chazlar qisasana bo'ladi. Agar chechimizni mana o'sha chechi ye ozemes yaqchamas qizlar. Cho'chamizni chechimizni olib bir tugilib, anadagi mushtaq ushaq pijada chechalar bo'lsa. 这边也是chaz mana qisaylik. Anadaki mana o'xshash yerda chechimizni oldirib qazaq tatlasanlar bo'ladi. 就稍微让这个头发松一点。Anadaki miyadan 这个地方 azroq qanday uzun chechimizni meystrepga qisib olaylik. Anadaki va chechimizni orqa tarafga qilib olamiz. Orqa tarafga ichki tarafga yo'g'ib olamiz qizlar. Tarafga yo'g'ib o'sha taqilib olib ketib ushab mana o'xshash chazlar bor cho'chib chiqarsa kichikroq qislatamiz. Anadikin meyzdagi chechimizni materialga qo'yib berib turib rahatcha yerda to'fa meyzim o'xshash azroq tushirib olaylik bo'ldi. 这边也是拿出来一点 anadikin meyza qo'yib turib Estrep o'xshash usulda chechimizni aqtirib qilamiz. Shoshilib. Bunda qalat qilgandan keyin rahol anadagi men o'zimizning yolg'on choshlarni
taqvasanlar bo'ldi. Taqab matchagan chash o'zimizning chechini yeyish uchun usti tarafga qilsak bo'ldi qizlar. Qilgandan keyin aytgan javobimga machechimiz hozir o'shaliya. Qizlar qarang. Mana chechim qattiq bo'lganlikdan keyin yejilik bo'lgandan keyin shu javobimni qattiq qilamadim. Bu chechim aql o'litaylik bo'ldi ya. 就直接绕到后面去吧，就相当于换另一个发型，我给它带过来的。o'xshashlar shu bayatdan chiqarib olgan narsani shu jonsi odatga qilsasizlar odatda shidbek so'raydigan bir ish bor chechingizni oldin qara qilsiz deb shu mandaq cho'tka bor ma o'qish cho'kkasi qash cho'kkasi bilan ishlatmishlar qilyaptim ana lekin mana o'xshash shu tinsingoldek bir narsada qo'yandi mushnoda ilib aytgan chechimni oldi tarafidan azroq mushmonligi kam qizlar mush suv o'zbek ishlatib basalar bo'ldi chechimni oldidan ish tarafga ega olmam ana lekin miyada mana shundoq azroq chiqarib iç tarafga qilsa qirala qilgan bilan qilmag'ana shu bo'lsa beda iç tarafga ega olamiz qavaqtalar men besib turib ana lekin iç tarafga qilsalar bo'ldi ana lekin va qulog'imizni yendan qisqa chashda bir tushirib mana o'xshash suyfani o'xshaydigan jinglipanda ustidagi nimalarni azroq chiqarayotgan lekin bunday holatda endi qilsalar ash shunday holat keldi qulog'larga yendilar akimizda mana o'xshash tumagan chashtralarni qilasanlar bir fajr o'xshash bir so'yimiz bor ya buni akimiz hozir mana efirimiz almashtirilgan lekin chunki kirib boqaylik.